Mikrofon yoniq, kamera bor. Boshlasak ham bo'ladi. Xullas, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Ismim Azizbek. Bugungi videomizda sizlar bilan logotipni yasalishini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi nima qilish kerak, keyin nima qilish kerak va oxirida qanaqa qilib fayllarni topshirishgacha. Xo'sh, oldindan uzr so'rayman. Ya'ni bu meni birinchi marta bunaqa video olishim. Birinchi marta ham emas, 4-chi marta olyapman qayta-qayta. Baribir xatoliklar bo'lishi mumkin. Shunga oldindan uzr so'rayman. Bo'lmasa boshlasak ham bo'ladi. Xo'sh, bilsanglar, biz shu kanalda e'lon qilgandim, ya'ni ovozga qo'ydik 5-6 ta loyihani. Kommentga yozishdi bolalar. Shuning ichidan bizda Edurice nomli ta'lim platformasi yutib chiqdi va shunga logotip qilib tayyorladik. Va shuni biz bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi navbatda biz briefing olishimiz kerak. Ya'ni bu narsa haqida kanalimda post ham chiqarganman, to'liq. Ya'ni 10 kunlik post chiqqan. Ya'ni 10 bosqichga bo'lib chiqamiz hammasi. U ichida hamma narsa bor. Sketching, briefing, qo'shimchasiga briefing savollarini ham tashlab berganman. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Oxirida fayllarni topshirishgacha va fayllar qanaqa bo'lishi kerak, ya'ni ketma-ketligicha ularni tashlab qo'yganman. Kanal Azizbek Wise. Qidirsanglar agar yangilar bo'lsa. Xo'sh, birinchi navbatda biz qanaqa savollarni berishimiz kerak kompaniya haqida, ya'ni bizda kompaniyaning nomi yoki loyihaning nomi, ma'nosi agar bo'lsa yoki abstrakt ma'no bo'lishi mumkin, so'z bo'lishi mumkin va uni nima xizmat ko'rsatadi, loyiha yoki kompaniya, biror brend odamlarga nima xizmat ko'rsatadi yoki nima sotadi, bulargacha bilishimiz kerak. Va undan keyin mijozlar uni qanaqa eslab qolishi kerak. Bu narsa keyin undan tashqari auditoriya qanaqa, ya'ni yoshi, jinsi, bular ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni siz yosh bolalarga brend qilmoqchi bo'lsangiz, u kattalarni, premium qanaqadir ranglarni yoki elegant logotiplarni qo'yish juda xato, ya'ni qilib qo'yish. Shuning uchun hammasini bilishimiz kerak. Yoshlari, jinsi, u qariyami, yosh bolami yoki o'rta yoshdagi odam, katta, kichkina, ya'ni uni fikrlashi qanaqa odamlarni shularni bilishimiz kerak bo'ladi. Inobatga olish kerak shu narsalarni. Undan keyin eslab qolinishini aytdik. Brendimiz mijozlarni ongida qanaqa eslab qolinishi kerak. Bu narsa ham juda katta rol o'ynaydi. Masalan, boshqa brendlarni oladigan bo'lsak ham, Nike brendi Just Do It, ya'ni harakat qil, sport, harakat, shular. Coca-Cola'ni oladigan bo'lsak, qanaqadir bayram, faqat yangi yilga bag'ishlangan. Biz Coca-Cola'ni eslaydigan bo'lsak, faqat yangi yil keladi hayolimizga birinchi navbatda. Bular shunaqa gaplar. Keyingisi, logotipimiz qayerda ishlatiladi? Ya'ni bularni ham aniq bilishimiz kerak. Faqat raqamli tarmoqda ishlatilishi mumkin, ya'ni veb-sayt, mobil ilova, Instagram, Telegram, ya'ni polni kompyuter yoki telefonda ishlatiladigan narsalarda. Bundan tashqari pechatga berilishi mumkin. Ya'ni bularni ham inobatga olishimiz kerak. Keyingisi, brendimizning qadriyatlari. Bu narsalar ham juda eng kerakli narsalardan biri, ya'ni biz uni qadriyatlarini bilish orqali biz ularni logoda aks ettirishimiz kerak. Qanaqadir qilib. Ya'ni tasavvur qiling, birorta mashina brendi yoki shunaqa nima desa bo'ladi, sotib oluvchi yoki olib sotib oladigan bo'lsa, masalan, chalkashib ketib to'g'risi, umuman bitta brendni olinglar. Ya'ni uni qadriyatlari masalan tezlik bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsani biz qanaqadir qilib logotipda aks ettirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qiysatirib qo'yishingiz mumkin, ya'ni italikka o'xshatib tezlikni berish uchun yoki qanaqadir elementlar qo'shishingiz mumkin. Shularni ham inobatga olishimiz kerak. Va undan tashqari, ya'ni himoya bo'ladigan bo'lsa, masalan, hammasi maxfiy qoladi. Biz himoyalangan sizni ma'lumotlaringiz deydigan bo'lsa, qanaqadir qalqon yoki shunaqa narsa qilishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta eng kerakli narsalardan biri, ya'ni mijozdan o'zini oya olish. Ya'ni siz
loyihangizni nimaga o'xshatasiz? Bu shakl bo'lishi mumkin, birorta yoki belgi. Buni farqi yo'q. Kino, musiqa xohlagan narsasiga o'xshatish mumkin. Ya'ni bu orqali biz mijozdan o'zimiz g'oya olamiz va bu narsa realizatsiya qilish jarayonini tezlashtiradi va osonlashtiradi bu ishimizni. Ya'ni siz mijozingizdan g'oya oldingiz, nima xohlashini bilasiz va osongina olib o'qishingiz bo'ladi va o'zingizdan ham qo'shishingiz kerak, ya'ni uni chiqarish shart emas. Birga bir qilib. Xo'sh, biz olgan ma'lumotlarimiz nomi Rais, ma'nosi edu o'qimoq, Rais o'smoq ma'nosini bildirar ekan. Qilib, ya'ni keladigan bo'lsak, veb-sayt bu ta'lim platformasi, ya'ni CRM tizim o'quv markazlari uchun. Buning ichiga nima kiradi desanglar, davomatlar, ro'yxat, hisobotlar, darsliklar, dars jadvallari, video darsliklar kiradi buning ichiga. Ya'ni CRMdan tashqari platformaning ichiga video darsliklar, testlar, ya'ni o'quv markazi uchun hamma tizim desak bo'ladi. Ya'ni tartiblangan tizim. Bu bilamiz, bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Masalan, balki bilasizlar, balki bilmasizlar, Najot ta'limning RP sayti bor. Ya'ni bunda o'quvchilar davomatlari, imtihon ballari bor, darsga qo'yiladigan baholar, undan tashqari video darsliklar yozib olinadi. Masalan, dars o'tdingiz, dars yozib olinadi-da, saytga yuklanadi. Qanchadir muddat ichida ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari yana qaysini misol qilishimiz mumkin? Menimcha shu, bu yoqda yana raqobatchilari bor, shulardan ham ko'rib chiqamiz. Auditoriyasi 10 yoshdan 30 yosh oralig'idagi odamlar. Ya'ni maktab bolalari, o'quv markazi bo'ladigan bolalar shunaqa asosiy o'rtacha. Eslab qolinishi, do'st soni eslab qolinish va ishlatiladigan joyi faqat raqamli tarmoqda. Ya'ni bu Instagram, Telegram, veb-sayt yoki mobil ilovalarda ishlatiladi. 7-si abstraktga o'xshatish. Ya'ni nimaga o'xshatasiz? O'zingiz loyihangiz deganimizda bizga yordamchi kitob, yuksalish va zinalidi. Bu narsani yozmoqman. Lekin bu daftarda yozilgan. Xo'sh, qadriyatlari aniqlik, kashf etish, qulaylik va mustahkamlash. Asosiy biz olgan briefingimiz shu. Ya'ni har bitta briefing to'liq olinsa, sizni ishingizni osonlashtiradi va tezlashtiradi ham. Ya'ni siz qisqacha brend nomini bildingiz, u nima qilishini bilmaysiz, auditoriyasi qanaqa, uni ishlab bilmay turib, agar logotipni boshlaydigan bo'lsangiz, balki keyinchalik almashtirishi yoki logotipni edit qilib ber, 5-6 marta edit qilasiz, uni boshqa chizasiz. Shunaqa holatlar bo'lishi ehtimoli katta. Shuning uchun to'liq olishlarni maslahat beraman briefingni. Bu bo'yicha to'liq savollar to'plamini ham tashlab qo'yganman kanalimga. EduLog bu raqobatchilarimiz. Ya'ni raqobatchilarni topishda muammo bo'ladigan bo'lsa, sizlarda yoki mijoz o'zida ham raqobatchilarni bilmasa, prosta biz ChatGPTni qo'llaymiz bu yerga. Ya'ni siz briefingda olgan ma'lumotlaringiz hammasini tashlaysiz. Ya'ni xizmat ko'rsatish qanaqa ishlarni bilgandan keyin ChatGPT o'zi analiz qilib, butun internetni qidirib, sizga raqobatchilarni topib beradi o'zi. Ya'ni sizning darajangizdagi yoki sizga o'xshash raqobatchilarni topib beradi. Bunda nima qilamiz desa, prosta resurs bermaymiz ChatGPTga. Biladigan bo'lsanglar, tozalaymiz. Biladigan bo'lsanglar, deep search degan narsa bor. ChatGPT deep search ya'ni kengaytirilgan qidiruv. Ya'ni to'liq internetni qidiradi va sayoz qidirish emas bu. Xo'sh, internetimiz ham sal qotyapti. Bilasizlar endi qishloq sharoiti. Xo'sh, mana. Проведите глубокие исследования. Bunda birorta ma'lumotni biladigan bo'lsak, bu qanchadir 10 minut yoki 15 minut oralig'ida polni internet analiz qilib, sizga o'sha raqobatchilar yoki xohlagan ma'lumotingizni topib beradi.
Birorta ma'lumot izlaydigan bo'lsangiz ham bu aniq faktlarga asoslangan saytlardan olingan ma'lumotlarni hammasini olib chiqib beradi. Ya'ni prosta o'zi yozmaydida, saytlardagi faktlarni to'liq beradi sizga. Lekin adashmasam buni limiti bor. Nechtadir foydalanish mumkin. Mana 19-iyulgacha 25 ta foydalanishmi? Menimcha shunaqa deb qo'ygan. Ya'ni to'g'ri tushunasizlar, men til bilmaymancha. Ingliz tilini ham, rus tilini ham xotirib qo'ymaganman. Shunga oldindan uzr so'rayman. Xo'sh, analiz qilib oldik va bizga shu raqamlarni chiqarib berdi. Ya'ni birinchisi EduLog sayti. Bu xuddi shunaqa o'quv markazlariga moslashgan CRM tizim. Ya'ni bunda yozgan mana xususiyatlari: o'quvchilar bazasi, davomat, oylik hisoblash, ota-ona nazorati va hisobotlar. Ya'ni bu shu xizmatlarni ko'rsatadi mijozlariga. Dizayn tomonlama soddalik bilan ajralib turadi, ammo zamonaviylikdan biroz yiroq. Ya'ni ko'rinishi sodda, lekin zamonaviy emas. Afzalliklari mahalliy ehtiyojlarga moslashgan va oson foydalanish. Bu uni afzallik tomoni ekan. Kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, interfeys zamonaviy emas, ya'ni veb-saytning o'zi zamonaviy emas. Buni hozir sizlarga veb-saytdan kirib ko'rsataman. EduLog. Xo'sh. EduLog platformamiz. Va uni tashqari kundalik.com ga kirib ko'ramiz. Va men talaba sayti. EduLog platformamizda internet muammo bo'lyapti-ku. Kundalik.comga kirib bo'libdi. Bu ko'ryapsizlar, bu asosiy faqat kundalik.comimiz maktablar uchun moslashtirilgan xuddi shunaqa tizim. Faqat bu yopiq tizim. Ya'ni faqat maktablar ishlata oladi. Kundalik.com o'zbek tili yo'qmi nimagadir? Inglizcha, fransuzcha. Bu bilmadim, lekin menimcha bu kundalik.com o'zbeklarniki o'zi. Shunga hayron qolyapman, nega bu o'zbek tili yo'q. Xullas, login parol kerak debki. Bilasizlar, shu maktablar uchun moddalangan tizim. Ya'ni uni ichida davomatlar, baholar, imtihon baholari, vazifalar yuklash va shunaqa ma'lumotlar bor. Mana ko'rishingiz mumkin, mana demo versiyadan foydalanish. Ya'ni bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni polniy hisobotlar bor. O'quvchilar qanaqa, nechta, sonigacha shunaqa analiz qilib beradi bu. Mana o'quvchilar bazasini boshqarish, oylik hisoblash va har qanday pulmada ishlaydi. Hisoblar va tahlillar va ota-ona nazorati. Ya'ni bolasini kuzatib turadi. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Dars jadvali, davomat, talabalar ro'yxati, mana ota-onasi, tug'ilgan yili, manzili, bilim darajasigacha bor va xodimlar bo'limi ham bor. Bunda avtomatik hisoblangan oyliklari bor ekan, davomat, diplom, anketa, hamma ma'lumoti bor. Shaxsiy kabinet va bu yerda dars jadvali, imtihonlar jadvali, uyga vazifa va baholarni ko'rish mumkin. Ota-ona kabinetida o'z farzandlari olgan bahosini, davomida dars jadvalini bilib borishadi. Bu ko'rishingiz mumkin, bu yerda tariflari bor ekan. Ya'ni bunda o'quv markazlar sotib oladi shu tarifdan va bemalol foydalanadi. Bunda start tarifimiz 5000 ta o'quvchiga, bunisi 8000 ta va bunisi 12000 ta o'quvchi uchun moslashgan ekan. EduLog shunaqa sayt. Bunga keladigan bo'lsak, men talaba sayti. Ya'ni bunda nimalar bor? Testlar, video darsliklar va universitetlar bo'yicha ma'lumotlar. Ya'ni ko'ryapsiz, mana hamma universitetlar bor. Xalqaro ta'lim universiteti, Yudeya va davlat universitetlari, xususiy, bu hammasi va
Bilim bilan tanishing mana. Bu yerda video darsliklar ham bor. Bu hujjat topshirish shunaqa video darsliklar, asosiy ma'lumotlar mana bu yerga yozib qo'ygan. Turli kurslar, testlar, video darslar. Ya'ni ta'lim platformasi hamda ma'lumot baza universitetlar uchun. Kundalik gaplashib o'tdik, maktab uchun hamma biladi buni. Va jahon bo'yicha Moodle va Google Classroom. Moodle kurs yaratish uchun test, formula baholash. Xususiyatlar kurs yaratish, testlar, formula va baholash. Ya'ni shunaqa tizim ekan. Ya'ni bu jahon bo'yicha. Ya'ni O'zbekistondan tashqari va uchalasi bo'lsa O'zbekiston bo'yicha. Keyingisi Google Classroom. Dars topshirish, baholash va fayl almashish. Kundalik.com'ni global versiyasi degan bo'ladi, Google versiyasi. Xo'sh, dizayn tomonlama keladigan bo'lsak, bunimizda dizayn sodda, lekin zamonaviy emas deyilgan. Ya'ni ko'rinish jihatdan to'g'ri sodda, lekin zamonaviylikdan biroz yiroq va eskicha elementlar ishlatilgan. Ya'ni bitta qarashda bilamiz, shrift va logotip bir-biriga mos emas. Bu o'zi bilinib turibdi. Va undan tashqari elementlarga keladigan bo'lsak, juda template tarzda qalam, qanaqadir dumaloq oy, ochiq qum oqish tasvirlangan. Men asosiy shularni ko'rdim va yuqoriga intilish. Strelkani tasvirlab ketishgan qalam bilan qo'shib. Rang tomonlama yaxshi, lekin biroz to'qroq. Balki bu qadriyatlari yoki shulardan kelib chiqqan bo'lishi mumkin, lekin biz bularni bilmaymiz. Qadriyatga ega. Shunaqa. Keyingisi men talaba sayti. Bunda ko'rishimiz mumkin, belgi va shrift qisman mos desak bo'ladi yoki mos demasak ham bo'ladi. Ya'ni bunda hammasi qirralik belgida, lekin bu yerda biroz yumshoq joylari bor shriftlarda. Lekin bunga qaraganda, tepadagiga qaraganda mosroq shrift. Va ko'ryapmiz, bu yerda shu universitetlarga moslangani uchun talaba qalpog'i, kitob, lavh hamda bu saqlash belgisi, men talabadagi M harfi berilgan. Bu saqlash Instagramdan ko'rsak bo'ladi. Va gradient tomonlama keladigan bo'lsak, nima uchun gradient rang berilgan? Ya'ni bu gradient rang texnologiyani bildiradi, ya'ni zamonaviylik va odamlarni bittada ko'zini tortadi. Ya'ni siz bittada ko'rasiz va boshqacha ko'rinadi bu gradient. Lekin gradientimiz biroz boshqacha berilganiga ko'zim tushyapti meni. Ya'ni aniq bir o'lchamlarda berilmagan. Ya'ni xohlagan joydan tortib qo'yishga o'xshayapti. Balki shunaqadir, balki unaqa emasdir. Ko'rishingiz mumkin, bu yer juda och, bu yer juda to'q. Bu joyi uncha emas lekin. Hozir rang ham olib ko'ramiz, ikki xil chiqishi mumkin. Ya'ni buni almashtiramiz va strokni yo'q qilsak, bilar. Bunisini bu yerdan olamiz. Gradient bo'lib qoldi bizda. Gradientni bunisini o'chirib tashlaymiz. Mana bunday qilsak ham bo'lar ekan. Bunisiga buni yopishtiramiz. Bu joydan olamiz. Juda ko'p gradient berilgan ekanligi. Gradusimiz
ko'rishingiz mumkin. Bu yerda gradient tomonlama biroz xato berilgan. Ya'ni ko'zni qisman aldayapti. Bu yerda ko'p oshirib ketgan va bu tomon ko'p to'g'arib ketgan. Ya'ni to'q rang ko'proq bunda va bunda och rang ko'proq. Bu yerda ham tekst berilgan, lekin bu pastdagi belgilarga qaraydigan bo'lsak, biroz boshqacha. Va kundalik.com sayti bu bolalarga mos, yumshoq shriftlar, qo'l belgisi va shunaqa narsa. Rang tomonlama keladigan bo'lsak, ya'ni bu tizim bo'lgani uchun, ya'ni tartibga soluvchi tizim bo'lgani uchun uyg'unlashtirilgan rang va bolalar. Shrift yumshoq bolalarga mos va ranglar tizimga mos ranglar. Keyingi modul sayti dizayn tomonlama qaraydigan bo'lsak, shrift tomonlama yaxshi tanlangan, lekin to'liq ochib berilmagan. Ya'ni bu sayt nima qiladi degan narsani to'liq ochib berilmagan, faqat mana bu narsa bor, qalpoqcha. Ya'ni talabalarning qalpog'i. Va bu narsa ham juda template tarzda berilgan. Ya'ni bu narsani juda ham soddalashtirish mumkin edi yana ham. Ya'ni bu narsalarni ishlatish o'zi zamondan qolgan, ya'ni ishlatmasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Ishlatsanglar ham faqat eng minimum darajagacha soddalashtirish kerak. Rang tomonlama juda yaxshi tanlangan. O'zini unikal rang. O'ziga mos va bitada tanib olish oson. Keyingisi Google Classroom. Buni o'zi analiz qilish ham shart emas, chunki Google o'zini stili bor va shu bo'yicha tayyorlangan. Yana juda oddiy va shunchaki aks ettirgan. Doska va bolalar, odamlar. Va keyingisi yana ChatGPTni qo'llashimiz kerak bo'lgan joy, ishimizni tezlashtiradigan joy bu brendni modboard yig'gandagi jarayon. Ya'ni biz hammasini aniqlab oldik, raqobatchilarni aniqlab oldik va keyin bizga prosta so'rab beramiz, menga modboard uchun, Pinterest uchun so'rov kalitlarini ber. Ya'ni qanaqa so'z bilan qidirsam men yaxshiroq natija olaman va modboard yig'ishim osonlashadi va tezlashadi ishim jarayon. Shularni ham yozib olsak. Bu yerda analizlari, ya'ni bu GPT analizlari. Bundan tashqari o'zim analiz qilishingiz kerak. Nega bu rang tanlandi, nega bunaqa degan savollar bilan. Ya'ni sen polni GPTga bog'lanib qolishing kerak degan emas. Ya'ni bu ishimizni tezlashtirish uchun. Ya'ni polni GPTni ishlatish kerak ekan, sen faqat bunaqa qilar ekansan degan emas. Ya'ni zamon rivojlanyapti, sun'iy intellekt kelyapti va siz sun'iy intellektni o'rganmaydigan bo'lsangiz, keyinchalik ishsiz qolishingiz ham mumkin. Ya'ni sizni ishingizni sun'iy intellektni biladigan odam olib qo'yishi mumkin. Ya'ni shuning uchun biz ham integratsiya qilib doimiy ravishda o'rganishimiz kerak sun'iy intellektni. Ya'ni qayerga qo'llasak bo'ladi, maksimal darajada foydalanish kerak bundan. Ya'ni bu narsani bemalol o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi, o'tirib olib analiz qilib, hammasini o'zingiz qidirsangiz ham bo'ladi, resource qilib. Lekin bu narsa sizni juda ko'p vaqtingizni olib qo'yadi. Ya'ni siz bitta logotip tayyorlash uchun qanchadir muddat sarflaydigan bo'lsangiz, ChatGPTni qo'llab turib siz 2 yoki 3 ta logotip tayyorlashingiz mumkin shu vaqt ichida. Ya'ni shunaqa. Va bu yerda bizga bergan kalit so'zlar. Ya'ni Pinterestga qidiramiz bularni va bizga modboard uchun yaxshi ishlarni chiqarib beradi. Ya'ni bizning sohamizdan kelib chiqib hamma so'zlarni yozib bergan. Ya'ni logotip uchun, modboard uchun, tipografiya va veb-sayt dizayni uchun. Bu veb-sayt dizayni kerak emas, lekin agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, bu manba fayliga tashlab qo'yganim uchun bu bemalol web dizayner kiradi va qanaqa ishlanganini ko'radi logotip. Va bu yerda UI UX degan joyi ham bor. So'zlarni qidirib modboard yig'amiz. Va keyingisi bu bizga bergan tavsiyalar. GPTni qanaqa qilishimiz mumkin logotipni degan savolga bizga bergan tavsiyalar. Ya'ni yumshoq shaklda, yumaloq kitob, gradient shakl va doira. Ya'ni keyingisi texnologik va minimalizm uslubida. O'q shakli, blokli tuzilma.
va modullar. Ya'ni blok tuzilmalardan o'q shaklini keltirish va modullarni keltirishimiz mumkin ekan. Keyingisi rivojlanish o'sayotgan daraxt, yo'l, tog', chiziqcha. Bu rang so'zi uchun, ya'ni o'sish, yuksalish degan ma'noni anglatish uchun. Keyingisi aniq. Belgilarsiz yoki soddalashtirilgan kitob belgisi. Va shular. Va pastagilar ham shularga mos kalit so'zlar, ya'ni yumshoq uchun, texnologik uchun va modul rivojlanish uchun. Va keyingi jarayonimiz resursdan keyingisi moodboard. Ya'ni biz aniqlab oldik, nima chizamiz, qanaqa uslubda chizamiz, brend qadriyatlarini bilamiz, hamma briefing bor va o'zimiz uchun bitta yo'nalishni topamiz va faqat shu bo'yicha moodboard yig'amiz. Ya'ni siz minimalizm qilasizmi, workmarkmi yoki abstract logotip qilasizmi, combination bor. Shulardan kelib chiqib, o'zimizga faqat o'sha yo'nalishdagi mos logotiplarni yig'ib chiqishimiz kerak. Ya'ni ko'rishingiz mumkin bu yerda hammasi educationga doir va bir ikkita boshqa logotiplar ham bor. Ya'ni bu yerda o'quv markazlariga doir logotiplar mana ko'rishingiz mumkin va mana bu o'sha men talaba sayti. Ya'ni bu yerdan ajratilgan xolos. Mana bu yerdan undek chizadigan bo'lsak, buni olib tashlaymiz va bunga ko'k rangni beradigan bo'lsak, ana men talaba sayti. Mana bu. Shuning uchun ham resurs qilish kerak. Ya'ni tekshirib ko'rishimiz kerak logotipimizni. Bu bormi yoki yo'qmi? Ya'ni kimgadir o'xshab qolmaganmi? Va menda shular moodboard. Bu yerda belgilar, ya'ni logotip uchun qanaqa qalqonlar ishlatish mumkin. O'zga shu xosiyatlar ham bo'ladi, agar kerak bo'ladigan bo'lsa. Mana. Ya'ni buni ishlash mumkin bemalol xohlaganingizga. Ichiga emblem logo qilib turib, narsalarni tiqib olish mumkin. Bular gradient versiya, zamonaviy. Ya'ni biz yig'ib chiqqanlar shular. Ya'ni bu juda kam. Ya'ni bu yerda identika. Lekin bu identikani ishlatmayman men. Ya'ni buni ishlatish mumkin. Biz logotipimizga mos keladi va hozir buni ko'rsataman. Ya'ni bu web sayt uchun. Xo'sh, bu yerda rangli moodboardlari, ya'ni mijoz olov rang xohlagan. Bizga olov rang yig'ib olganman, lekin bu narsani ishlatmadim. Bu yerda ham shrift moodboardlari, ya'ni zamonaviy shriftlar. Xo'sh, keyingi jarayon bizda sketching. Xo'sh, bu bizni sketching. Ya'ni bu birinchi sketchingimiz. Ko'rishlar mumkin. Juda kam bir ikkita narsalar bor xolos. Bu sketching chizganda ham biz 10 ta yoki 20 tagacha sketch chizganimiz yaxshi. Ya'ni qo'ya olganda ham siz birinchi miyangizga kelgan narsani qo'llamang. Ya'ni birinchi miyaga kelgan narsa hammani miyasiga keladi bu. Ya'ni siz bir narsani o'yladingiz, miyangizga birinchi narsa keldi, bu narsa boshqasini miyasiga ham keladi. Shuning uchun buni qo'llamaganimiz yaxshi. Ya'ni siz izlanib oxirgi javobga to'xtalishingiz kerak. O'zingiz stop bo'ldingizmi, miya bo'ldi, o'sha narsani qilib ko'ramiz. Agar hech qayerda yo'q bo'lsa va sizga yoqadigan bo'lsa va mijozga yoqadigan bo'lsa, bu narsani ishlatish mumkin deyman. Bu meni shaxsiy fikrim. Bu endi o'zingizlar bilasizlar. Ya'ni majburlamoqchi emaslarga bu prosta taklif sizlarga. Va biz sizga logotiplar. Ya'ni bu yerda nimani tasvirlashimiz kerakligini yozib olganman. Ya'ni tizim, ta'lim, o'sish, aniqlik va yuksalish. Bu shularni logotipda tasvirlamoqchi bo'ldim.
ya'ni bu yuksalish, tizim, kitob bor ta'limga. Dumaloq tizim qo'yganman va bu yerda zina. Bu yuksalish va zinani abstrakt tasvirlagani uchun biroz shu narsani ham kiritib ketganman. Va shularni bittaga yig'itish maqsadida keyin mana bu narsa chiqdi. Mana bunaqa narsa qilmoqchi bo'ldim. Va ko'rsak fizik tomonlama bu qiyin. Ya'ni men mana bu joyni tekis qilmoqchi edim. Ya'ni oldidagi kesklari bunaqasiga tushgan. Taxminan 45 gradusda. Lekin orqadagi kattasi to'liq ketgan. Ya'ni 180 gradusda. 0 gradusda desa ham bo'ladi. Lekin bu narsa juda g'alati bo'lib qoldi yasaganimda, ya'ni fizik tomonlama bu to'g'ri kelmaydi fizikaga. Va keyin yana obyektiv chizishga kirishdim. Bu yerda E harfini, ya'ni nima desak bo'ladi? Nom esimdan chiqib qoldi. Xullas, endi tasvirlash mana bo'sh joyda. Ya'ni bu yerda E tasviri bor. Bunisi kitob va bundan mana bu endi tasvirlamoqchi bo'ldim. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, list. Ya'ni mana bu narsa. Uchayotgan listni chizib 3 marta aylantirmoqchi bo'ldim. Lekin bu narsa ham xayoldan chiqib ketdi. Bu yerda ko'rishlar mumkin. Endi o'zidan qilmoqchi bo'ldim. Ya'ni ko'rsalar Pinterestga o'xshab qolgan. Pinterest logotipiga. Xo'sh, keyingi bizda masalalar. Mana bu narsa bor chiqdi. Sketchingga zo'r emasman, to'g'risi. Prosta strok bermasdan, prosta chizib qo'yaman xolos atrofini, ya'ni qalin qilib, qanaqa ko'rinishini birga chizmasdan. Prosta ingichka qilib chizib qo'yaman. Bitta yurgizib, keyin chizganda illyustratorda keyin polni yasab chiqaman bu narsani. Meni fikr miyamda turadi qanaqa ko'rinishiga, prosta qog'ozga surib qo'yganman xolos men shuni. Ya'ni bunda sketchingda juda mukammal chiqishi shart emas. Bu prosta qalam ustida chizib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ko'rsanglar bunda kitob bor va bu yerda E harfini tasvirlamoqchi bo'ldim. Lekin bu narsa Solfi programmasida bor. Ya'ni bu Milliy bankda xuddi uzun nasiyaga o'xshagan programmasi. Ya'ni xuddi logotipi shunaqa ko'rinishda, ya'ni bu kitob yo'q va mana bu narsa bor. Shuning uchun buni ham atkaz qilish kerak bo'ldi. Xo'sh, va yasayotganda ham logotipni mana bunaqa setkalar asosida yasaylar. Ya'ni bu narsa sizni aniq chiqishiga yordam beradi logotipingizni. Ma'lum bir o'lchamlarda hammasi aniq hisoblangan tarzda yasash kerak. Bu golden ratiodan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni oltin nisbat. Golden ratio. Ya'ni bu narsalar mana bu narsa. Shundan foydalanib logotip chizsalar ham bo'ladi. Ya'ni bunda Twitter yoki Apple logotiplari xuddi shunaqa usulda qilingan. Ya'ni siz xohlagan razmerda sizda turburchak chizasiz. Masalan, 20 piksel bo'lsin, 10 piksel bo'lsin. Ikkita turburchakni yonma-yon qo'yasiz. Va keyin yana bitta chizib turib, buni ikkita turburchak o'lchamida kattalashtirasiz. Ya'ni 20 ga 20 ni ikkita joylashtiradigan bo'lsak, bunday bo'ladigan bo'lsa, va u yonida bu tarafda 40 pikselli bo'ladi. 40 ga 40. Va u yonida bo'ladigan bo'lsa 60 ga 60 bo'ladi. Ya'ni ko'rsanglar bo'ladi, mana yonma-yon kattalashib ketgan. Burchagiga tekkizilib. Boshqa formatiga turadi va buning ichiga doira chizib olamiz. Ya'ni bunaqa emas. To'liq doira chizib olamizda. Yana buning ichida bitta doira, buning ichida bitta doira, bunda doira va shu shakldan biz logotipni yasaymiz. Ya'ni golden ratio Apple deydigan bo'lsak, Apple logo. Xo'sh, mana ko'rishlar mumkin. Mana bu o'sha doiralardan foydalangan, mana bu ichidagi doiralardan. Va mana hammasi shu o'lchamlardan ishlatilgan, ya'ni bundan chiqib ketmagan. Ya'ni biz ham shunaqa qiladigan bo'lsak, ketishimiz aniq chiqadi. Lekin bu narsa hamma logotiplarda ham ishlamasligi mumkin.
Shuni ham inobatga olinglar. Ya'ni siz просто mana bunaqa setga ishlashingiz mumkin o'zingiz chizib olib qoldirgan razmeringizda. Yoki o'sha Color Retina ishlashingiz mumkin. Va biz sizga logotiplar bu birinchi ilhom olganim. Mana bu versiyani mana bundan ilhom oldim va mana bunda. Ya'ni men uzun format qilib mana buni orqasini cho'zib turib Edurice deb ichiga yozib qo'ymoqchi edim. Lekin bu narsa fizik tomonlama bo'lmadi. Keyingisi mana bunaqa qilib chizmoqchi bo'ldim. Ya'ni minimalizm qilib. Ya'ni bu narsa nimaga qilindi desalar, birinchi logotipimiz monoxrom versiyada почти yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni juda buzilib ketadi logotip, pechatka berganda ko'rinmaydi. Ko'rayapsizlar, sizlar faqat qanday modisizlar ko'ramiz. Nima kerak unga pechat? Lekin bu narsani ham inobatga olish kerak. Ya'ni hozir qilmasa, balki 5-10 yil ichidan keyin qilishi mumkin. Ya'ni rejalari o'zgarib. Shunga ham keyingi kelajagini ham o'ylash kerak brendni. Kichraytiradigan bo'lsak ham, ya'ni mana bu yerda kichkina logotip bor brauzerlarda tepasida va orollarda turadigan 16 ga 16 piksel bo'ladi va shu narsa ham yo'qolib ketadi. Ya'ni kichraytiramiz, o'zi ko'rinmaydi, nimaligini anglab bo'lmaydi. Shularni ham inobatga olish kerak eng mayda jihatlargacha. Va bu o'sha pechatga moslangan versiya. Lekin bu ham kichraytiradigan bo'lsak maydalashib ketadi va qanaqadir tushunib qilish qiyin nimaligini buni. Bitta ko'rganda nimaligini tushunmaysiz to'g'risi. Ya'ni sizga kimdir tushuntirib berish kerak. Ya'ni bunaqa bo'lmasligi kerak. Jos ko'rdim logotipni, bittada nimaligini tushunish kerak. Va keyingisi bu o'sha E harfi. Ya'ni bo'sh joydan yasalgan va kitob. Bu ham yemagan. Va keyingi keladigan bo'lsak zina va bunda ham E harfi ishlatilgan. Ya'ni zinalar qavat va bunday qiladigan bo'lsak va bunday qiladigan bo'lsak E harfi bor. Oxirgi to'xtagan versiyamiz. Ya'ni bizning full logotip qaysi? Mana bu. Ya'ni bu narsaga to'xtadim men. Ya'ni juda o'ylandim. Sketching jarayoniga ham o'zi 3 kun vaqt ketdi. Bu 3 kundan keyin shu narsa chiqdi menda. Ya'ni 3 kun o'ylandim, yoqmadi, chizib ko'rdim. Va bu narsa sketching ham chizilmagan sketchingga ham. Ya'ni o'tirdim va o'sha kitobni yasab oldim. Mana ochilgan kitob. Bu mana bu narsani yasab olib turib va ustidan просто bloklarni terib chiqdim. Ya'ni bu yerda GPT maslahat bergan. Ya'ni mana o'q shakli, blokli tuzilma va modullar. Ya'ni bu narsani ideya berdi. Ya'ni bu unikal, o'qilishi oson va tushunilishi oson. Va yana ko'rishimiz mumkin. Shrift ham shunga mos tanlangan. Ya'ni bu to'xtagan versiyam, lekin buni ko'ryapmiz, biroz detallar ko'p. Ya'ni tanib olish qiyin bo'lishi mumkin detal ko'pligi uchun, ya'ni bunaqasiga 9 ta element bor. Va yana buni minimallashtirish kerak edi va keyingi variant bu bo'ldi. Ya'ni xuddi shu shaklda saqlab qo'ygan holda minimallashtirish, ya'ni ustozimiz aytgan bizga logotipni nuqtagacha soddalashtirish kerak. Ya'ni eng maksimum soddalashtirish kerak. Ya'ni ham tushunarli bo'lsin va ham minimal bo'lsin. Ya'ni bunda 7 ta element bor. Xo'sh, bundagi ma'nolarga keladigan bo'lsak, kitob bilimni tasvirlaydi, qush, yuksalish hamda zina bor. Bu bloklardan tuzilgani uchun bu ham yuksalishni tasvirlaydi, ya'ni o'sish, yuqoriga chiqish. Va undan tashqari qalqon shakli ham bor. Ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu himoya, ya'ni sizning barcha ma'lumotlaringiz himoyalangan va bizga ishonishingiz mumkin degandaqa. Mana o'quv markazlariga. Va bizda oqim bor. Ya'ni hamma o'quvchi yoki o'quv markaz o'zini oqimida ketadi.
Va yana bizda nima bor? Qalqonni ko'rdik. Kitob, bilim va tizim. Ya'ni raqamli tizim va zamonaviy bo'lgani uchun, ya'ni bog'liqlardan ishlatilgan. Va nega 3 qavat? Bu narsa u birsilar bunda aytdim, CRM tizim, video darsliklar va testlar, ma'lumotlar bor. Shu ko'p ma'lumotlarni o'zida jamlagani uchun, ya'ni ko'p funksiyalarni o'zida jamlagani uchun men 3 qavat qildim. Ya'ni uchtasi birda kofega o'xshaganda tak shunaqa. Xo'sh. Shift emas, Pokemon Classic Regular. Ya'ni bu xuddi shu shrift psixologiyasidan kelib chiqqan shay, font. Ya'ni zamonaviy piksel uslubida logotipimizga o'xshagan va kontrast tomonlama yaxshi uyg'unlashgan. Xo'sh. Bu ranglarga keladigan bo'lsak, mana biz olgan ranglar. Ya'ni yana bir narsani eslatib o'taman, rang tanlaganda pipetkadan foydalanish maslahat bermayman, ya'ni simik rang tanlaganda. Siz RGB rang tanlaysiz, to'g'ri, birinchi navbatda uni bemalol Pinterestdan olib chiqib birorta rasmni olishingiz mumkin pipetka yordamida, lekin simik rang olayotganda bu narsani ishlatmanglar. Ya'ni simik umuman boshqacha rang turi hisoblanadi. Pipetka oladigan bo'lsangiz, pechatga chiqarsangiz bu muammo bo'ladi. Ya'ni bu narsa o'zimda ham bo'lgan. Pipetkani olganman RGB rangdan simikni. Pechatga berganman, umuman boshqacha rang chiqqan. Xo'sh, biz nima qilishimiz kerak? Просто ChatGPTga kiramiz va menga shu rangni simik alternativini topib ber desiz, o'xshash rang simik. Bu o'zi chiqarib beradi. Ya'ni siz RGB kod yoki HEF kodini yozadigan bo'lsangiz, mana bu kod yoki bu yerdagi RGB kodini yozadigan bo'lsangiz ham bemalol chiqarib beradi sizga. Ya'ni shu narsani inobatga olish kerak. Xo'sh. Yana nimalar bor? Modboardga keladigan bo'lsa, yana bir narsa esimga kelib qoldi. Modboard deganda iloji boricha minimal logolarni yozish kerak. Ya'ni mana bunaqa qalpoqchalar, bilamiz, dinozavrlar paytidan qolib ketgan logotiplar, bularda yig'ishni tavsiya qilmayman. Ya'ni Pinterestga kiramiz va eng zamonaviy va bizga mos logotiplarni yig'ishimiz kerak. Ya'ni bilasizlar, ko'p o'quv markazlar shunaqa logotiplar ishlatadi. Qanaqadir qalam bolalarni qilib qo'lini ochib turgani. Bu juda template trash desak ham bo'ladi. Mana education logo qilamiz. Internet muammo bo'lyapti. Tak o'zi tushundinglar-ku. Mana chiqdi. Och endi. Ya'ni mana bunaqa logolar. Mana qalpoqlar, qanaqadir, ya'ni template logotiplar. Bu mana. Iloji boricha shunaqa bo'lsa ham, yig'salar ham minimalizm qilishga maksimum urininglar. Bu yana mana. Bu bizga unikallik va bozordan ajralib turishni bermaydi. Ya'ni prosta oddiy qalpoqcha. Nima unikal tomoni bor? Ya'ni biz buni minimalizm qilib, juda soddalashni oddiy etishim masalan, mana bunaqa qoldi. Ya'ni bu minimal uslubda va iloji boricha, ya'ni monogrammadan qochinglar, ya'ni ikkita harfni birlashmasi. Bu narsa ham juda template hisoblanadi. Agar logotip qiladigan bo'lsalar ham monogramma uslubini asosiy nimaga qilishimiz mumkin? Restoran yoki qanaqadir kiyim do'kon shularga ishlashimiz mumkin. Ya'ni bu ularga juda mos tushadi. Ya'ni elegantli shriftlar ishlatiladi va ularni birlashtirish ancha zamonaviy ko'rinadi. Oddiy sans serif shriftlarga qaraganda. Va biz bu logotipni yasab oldik. Ya'ni bu qoralama logotip.
va keyingi bosqichda biz mana bunaqa qilib fonlarga solib va har bitta joyni o'lchamini olib chiqishimiz kerak. Ya'ni bu joy qancha o'lchamda bo'lishi kerak, aniq masofasi va shriftlar orasidagi masofa qancha, buni logotipni kichkinaligi qancha bo'lishi kerak, buni orasidagi masofalar qancha bo'lishi kerak, bularni hammasini inobatga olib polni qilib chiqamiz va har bitta fonga yozib chiqishimiz kerak. Ya'ni oq versiyasi bor, bizda granitli, ko'k belgini rangida va qora shriftni rangidagi versiyalar bor. Bizda shular. Keyingi navbat bizda prezentatsiya. Ya'ni guidebook qisqacha. Bu menda qisqacha, ya'ni sizlar to'liq qilishingiz mumkin bemalol. Edurise. Edurice'ga kiradigan bo'lsak, guideline'lar nimalar bo'lishi kerak deydigan bo'lsalar, hozir bu narsani ko'rsatib o'taman. Internet muammo bo'lyapti ozgina. Xo'sh, bizda Figma'da qilingan, ya'ni iloji boricha Figma'da qilishni maslahat beraman. Ya'ni Photoshop, Illustrator bilsanglar, bu programma bemalol oson ishlab olasizlar. Ya'ni bu bizda qotmaydi, ya'ni ma'lumot ko'payib ketsa ham bemalol yengil ishlayveradi. Va bizdagi guideline ko'rinishi to'rtburchak, ya'ni albomli format emas. Nimaga bunaqa desanglar, chunki mijozlarning ko'p qismi telefonda ochadi. Ya'ni siz buni albomli formatda qiladigan bo'lsangiz, mijoz ochadi va yaqinlashtirib ko'rishga majbur bo'ladi. Bu narsa uning uchun noqulay. Siz kompyuterda bemalol ochaverasiz, lekin mijoz ko'pi telefonda ochadi agar kompyuter bo'lsa ham. Xo'sh, bizda nimalar bor? Guidebookimiz ko'rinishi logotipdan kesib gradient, ko'k rangda ishlangan va birinchisi kirish qismi, ya'ni biz guideline'imizga xush kelibsiz degan narsa. Va keyingisi bu munarija. Bizda nimalar bor? Brend haqida ma'lumotlar, logotip bo'yicha ma'lumotlar, ranglar haqida, tipografiya va vizual ko'rinish. Bu qo'rg'oshilar bo'ladi. Keyin buni o'zlariga tashlab qo'yaman. Polni ko'rib chiqasizlar, nimalar yozilgan, nimalarni yozishimiz kerak va haqa tartibda bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda ko'ryapmiz trend haqida qadriyatlar, qarashlari, brend ovozi va keyingisi logotip belgisi, logo mark, logotype, ya'ni yozuv ko'rinishi logotipni. Logotipning o'zi full versiyasi, atrofdagi havolar, minimal o'lcham va moslashuvchanlik, rang palitrasi, kombinatsiyalar, psixologiyasi. Ya'ni men bu yerda to'liq qilmaganman, ya'ni buning ichiga siz ikonkalarni qo'shishingiz mumkin. Ya'ni bu menga kerak bo'lmagani uchun olib tashlaganman. Ya'ni buning ichida ikonkalar bor, patternlar bor va SMD stilistikasini qo'shib olishingiz mumkin guideline ichiga va yana bir ikkita qo'shimcha narsalar. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga buni jadvalni to'liq qilib chiqarib qo'yaman. Ya'ni full guideline qanaqa bo'lishi kerak. Ya'ni yana bitta eslatma, brand book deb nomlab bermanglar buni. Ya'ni biz faqat guideline yoki logo book qila olamiz. Va mijozlarga aytganda ham, men logo branding qilib beraman yoki brand book qilib beraman. Ya'ni bu narsalarni terminlarni ishlatishlarini maslahat bermagan bo'lardim. Ya'ni buni avval o'rganib chiqib, polni farqi nimada, guidebook, brand book, logo bookni va shunga qarab ishlashlar kerak. Brand bookda faqat biz ishlamaymiz, dizayner qila olmaydi bu narsani. Ya'ni jamoa kerak. Ya'ni shu marketing, copywriter yoki boshqa sohalar kerak bo'lishi mumkin. Kerak bo'ladi. Shuning uchun guideline ishlarni maslahat beraman yoki logo book. Brand book deb yurmanglar. Agar jamoangiz yo'q bo'lsa, ya'ni qila olmasangiz, tushunmasangiz nimaligini. Keyingisi Edurice. Brend haqida. Ya, brend book, men o'zim ham qilmaganman brend book. Faqat guideline bilan ishlayman. U shunga yana bir eslatib qo'ying o'zingizga.
Xo'sh, keyingisi bu platforma haqida katta shriftlarni nima o'qish uchun yozilgan. Maqsadi qarashlari va brend qadriyatlari ishonch, innovatsiya, hamkorlik o'sishga yordam. Ya'ni shu qadriyatlarni qo'llab-quvvatlaydi bu. Brendimiz. Keyingisi brend ovozi, ya'ni mijozlar bilan muloqoti va ular bilan qo'ygan aloqalari. Ya'ni ishonchli, ilhomlantiruvchi, do'stona va bilimli. Va bizda brend haqida ma'lumotlar shu. O'sha logotip haqida bu yerda o'sha aytganimdek ma'lumotlar bor. Ya'ni belgi nimaga bunaqa qilingan, ya'ni qanaqa ma'nolari bor. Sizlar to'liq yozilgan. Bu keyingisiga keladigan bo'lsak, logotip, ya'ni bu yozgan matnimiz haqida. Ya'ni qanaqa shrift ishlatilganiga bu tanlangan bular hammasi yozilgan. Bugunga to'xtalib o'tirmayman, ma'lumot ko'p, shunga o'zinglar o'qib olasa tashlab qo'yaman. Keyingisi logotipning to'liq versiyasi. Bu haqida ham qisqacha ma'lumot va keyingisi havo, ya'ni o'lchamlar. Bu yozilgan bu yerda logotipda yetarlicha havo, ya'ni bo'shliq qoldirish uni aniq ko'rinishini ta'minlaydi. Logotip hech qanday element bilan siqilmasligi, toza o'qilishi, toza va o'qilishi oson bo'lishi uchun har tomonlama eng kamida logotip belgisi, logo mark balandligida teng bo'sh joy qoldirish kerak. Ya'ni bu logotipimiz belgisi bor va har tomondan shu belgini o'lchamida, razmerda joy qoldirib, keyin boshqa narsalarni joylashtirishimiz mumkin deyapti. Ya'ni bu o'qilishini osonlashtiradi, tanib olishni osonlashtiradi. Shular. Va logotipimiz bizda aniq o'lchamlarga asosan ishlab chiqilgan. Ya'ni bitta bologimiz o'lchami 10 piksel bo'ladigan bo'lsa, bu taxminiy sonlar. O'zim shu razmerda kattalashtirib oldim va shu sonlarni yozib chiqdim. Ya'ni bu hammasi aniq sonlar. Ya'ni bu yerda 10 piksel, bu kubigimiz o'lchami. 70 piksel, 70 ya'ni to'rtburchak shaklda belgimiz. Va bo'yiga 70, to'liq logotip 385 piksel. Shrift bilan qo'shib qo'yadigan bo'lsak, shrift o'zi bo'lsa 300 piksel. Ya'ni bu yerda masofalar bu 70 piksel, ya'ni 7 ta kubik joylashgan. Va bunaqasiga ham 7 ta kubikka to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni bu yerda bizda 3 ta kubik va bular orasidagi masofa 1,5 kubik bor. Ya'ni bu yerda 1,5, bu yerda 1,5 oladigan bo'lsak, ikkita 1,5, 3 ta kubik bo'ladi va bu yerda 3 ta kubik, 6 ta kubik to'liq. Va pastda yarim kubik va tepada yarim kubik bo'ladigan bo'lsa 7 ta, ya'ni 70 piksel joy bo'ladi. Va bu yerda ham xuddi shunaqa. Shrift va logotip orasidagi masofa bu 1,5 kubik. Ya'ni 15 piksel. Va yana bizda nimalar bor? Xo'sh, bu logotipni shriftdan kichkinaligi, yozgan matnimiz bu yerda 1 kubik masofa kichkina, tepadan ham pastdan ham o'rtaga joylashtirilgan. Va shriftlar orasidagi masofa, har bitta harf orasidagi masofa yarim kubik, ya'ni 5 piksel. Bu bilan ko'rib olsanglar bo'ladi keyinchalik to'liq qilib. Xo'sh, bizda asosiy shu havoda. Va keyingisi bu nimada ishlatiladi? Mobil ilovada. Ya'ni bunda har bitta tomondan 2 ta kubik masofada qoldirilishi kerak. Xullas shunaqa bunda ham. Va minimal o'lchamlar. Logotipimizni eng minimal tarzda qanaqa o'lchamda ishlatishimiz kerak deganda bu 0.75 inch, ya'ni dyum, 0.75 dyum. Yoki 50 piksel. Bunda nimaga desanglar, ushbu logotip versiyasi juda kichik o'lchamlar uchun emas. Ya'ni bu versiyamiz. Balki o'qilishini saqlash hajmi uchun optimallashtirilgan. Ya'ni biz o'qilish hajmi shu eng minimum 50 piksel. Yoki 0.75 dyum, 0.72 dyum. Bu raqamli tarmog'ida 50 pikselgacha, pechatlarda 0.72 dyumgacha ishlatilishi kerak.
bu o'qilishini ta'minlaydi. Keyingi bosqichimiz bizdan moslashuvchanlik. Ya'ni bu nimaga kerak? Bu logotipimiz hamma tomonlama moslashuvchan. Ya'ni siz eng kichkina o'lchamda ham, eng katta o'lchamda ham bemalol tanib olishingiz mumkin degan. Ya'ni biz eng katta o'lcham hozircha 256 piksel va bundan kattalashtirsak ham bo'ladi. Bunda bemalol tanib olamiz, lekin eng kichkina piksel 16x6 aytganimdek, bu saytlarda tepada turadigan mana bu ruchkaga o'xshagan joyida brauzerlarda shu belgisi kichkina logotip joyi. Ya'ni bunda eng minimum 16x6 piksel bo'ladi va bunda ham bemalol o'qilishi kerak. Logotipimiz tanib olinishi kerak. Shu eng mayda jihatlargacha ham e'tibor berishimiz kerak. Keyingisi rang. Ya'ni biz tanlagan ranglar hammasi bor RGB, SMIC va HEX kodlari bilan va barcha ishlatgan ranglarimiz. Bu kombinatsiyalari, ya'ni ikkita kombinatsiya berganman, lekin bu Illustratorda kombinatsiyalarimiz ko'p. Bu yerga sig'mas edi. Sig'dirsak bo'ladi, lekin mana bu joyda matn bo'lgani uchun ikkita men asosiy versiyani berganman xolos. Xo'sh, rang psixologiyasi, ya'ni bu yerda rangimiz psixologiyalar bor, nega tanlangan va qanaqa ma'no anglatadi. Ya'ni ko'k rang bizda intellekt, chuqurlik, donolik, barqarorlik, ishonch, innovatsiya, harakat, ilhom ma'nolarini bildiradi. Ya'ni shuning uchun ham ikkita rang innovatsiyani bildirish uchun ham gradient shaklda berilgan. Va gradient berilganda ham faqat bu raqamli tarmoq uchun. Ya'ni pechat qilinganda, qaranglar. Pechat qilinganda faqat bizda mana bu versiya ishlaydi. Agar ko'k beriladigan bo'lsa. Bu gradient emas. Ya'ni gradientni chiqarib olish muammo bo'ladi pechatda. Asosiy narsa. Yoki bu versiyalar oqib qaramaysiz. Bu rang psixologiyalarda tipografiya. Bu yerda ishlatgan shriftimiz, shrift haqida ma'lumot qisqacha. Va shriftni turlari regular, bold, italic, white hammasi bor. Menda faqat regular bo'lgani uchun, ya'ni shriftimizni turi faqat bir dona ekan. Shuning uchun men faqat bittasini kiritib ketganman va keyingisi o'lchamda. Bu ham xuddi shu moslashuvchanlikka o'xshagan shrift eng kichkina pikselda ham qanaqa ko'rinadi va o'qib olish osonmi. Shular kiritilgan. Keyingisi bu mumkin emas holatlar. Bu bilan o'zinglar bilasizlar, soya, bukish, egish, rang, shrift o'zgartirish, shular to'liq kiritilgan. Va shriftimizda men shrift biroz kichkina bo'lgani uchun stroke berganman, ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yer qo'shilib ketgan. Ya'ni shriftimiz stroke berilgan hisobiga. Ya'ni kontrastni ta'minlash uchun, ya'ni barqarorlik, stabilizatsiyani ushlash uchun, ya'ni logotipimiz juda qalin ko'rinib ketishi ham kerak emas, yoki shrift qalin bo'lib ketishi ham kerak emas, o'rtada bo'lishi kerak emas. Iloji boricha buni qalinligida, ya'ni bu qalinligida shriftni qalinligini ham qo'lishlar qilishingizni maslahat beraman. Ya'ni bu hamma holatda ham ortishmaydi. Men ko'rdim va shrift juda qalinga o'xshab ketdi, shuning uchun biroz kichraytirganman qalinligini. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana Doraysda mana bu joyda ucha bir-biriga tegib turibdi, lekin tepadagisida bu stroke berilgan hisobga biroz kichraygan, ya'ni qalinlashgan. Va keyingisi vizual ko'rinish, ya'ni makaplar. Biz faqat bizga kerakli makaplarni ishlatishimiz kerak, ochiqcha. Qo'shishlar bo'ladi, o'zingizlar xohishinglar bu narsa, lekin men qaraydigan narsa faqat kerakligini ishlatish kerak. Ya'ni menga hozir raqamli tarmoq bo'lgani uchun faqat shular narsalarni ishlatganman. Ya'ni ikkita makap bor xolos bizda. Agar qo'shish mumkin edi, masalan, stakanlar, qanaqadir varoqlar, kepka, bu narsalar qo'shishim kerak edi, lekin bu narsalarni hozircha ishlatmaydi uzoq vaqtgacha. Bu xohish. Ya'ni pechat qilayman dedi, umuman faqat raqamli tarmoqda ishlaymiz. Shuning uchun ham shunaqa qilingan xolos. Qo'shiladi mana 16 pikselli joy, ya'ni bu Yandex sayti. Bu narsani o'zim yasab chiqdim, to'g'ri topa olmadim. Mana bu yerda ham qolib ketibdi shunga.
shu va mobil ilovada qanaqa ko'rinishi. Ya'ni bu gradiyentli versiya va bu oq versiya. Va e'tiboringiz uchun rahmat. Menimcha, qayt hammasini ko'rib chiqdik. Keyingi masala biz fayllarni mijozga qanaqa topshirishimiz kerak. Ya'ni bu yerda logotip va e'tiboringiz va bizda bu narsalar har bittasi alohida bo'lib chiqilgan. Ya'ni bu narsani tashlab qo'yganman kanalga, lekin ko'pchilik tushunmagan ekan, shunga alohida tushuntirib o'taman bu narsani ham. Logotip ichida nima bor? Birinchisida buning ichida hamma versiyalari bor. Illustrator versiya, SVG, SP, PNG, JPEG, PDF versiyalari bor. Shriftimiz, shrift fayli .ttf yoki .otf formatlari bor. Bo'lishi mumkin. Bu rang bunda PDF yoki doc format, ya'ni Word formatida ishlash mumkin ranglar kodlarini. Keyingisi makaplar, ishlatma makaplarimiz va guideline hamda ishlash bo'yicha qo'llanma. Keyin bo'lmasa bir boshdan ko'rib chiqamiz. Ishlash bo'yicha qo'llanmani ko'radigan bo'lsak, ya'ni bunda qaysi faylda nima bor va nimaga ishlatiladi degan narsa bor. Ya'ni bu narsani ChatGPT yozib bergan, ya'ni prosta shu narsani bitta qilib yozib qo'yasiz. Va prosta mana bu yerdagi nomni o'zgartirasiz va boshqalarga ham qo'yishingiz bo'ladi. Ya'ni shablon qo'yishingiz bo'ladi bu narsani. Ya'ni hammaga shunaqa format beriladi. Faqat kerakli joylarni o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Va keyingisi ishlash qo'llanmasini ko'rdik. Ya'ni birinchi bo'lib ochib ko'rish kerak buni. Qaysi formatni nimaga ishlataman degan narsani tushunib olish uchun. Qaysi faylda nima borligini tushunish uchun. Logotip bizda qo'sh AI, ya'ni Adobe Illustrator versiyamizda ikkita fayl bor. Ya'ni bu final faylimiz. Ya'ni to'liq bitgan fayl bu va manba fayl. Ya'ni biz qayerdan ishlab chiqqanimizga degan fayl. Bu ikkalasi ham bo'lishi kerak. Va keyingisi SP va SVG hamda PNG versiyalar hammasi bir xil bo'ladi. Ya'ni SP va SVG vektor versiya, ya'ni har qancha kattalashtirsangiz ham, kichraytirsangiz ham o'lcham o'zgarmaydi va sifat buzilmaydigan narsa. Bunda ham hammasi alohida chiqilgan, ya'ni belgini o'zi belgi tepada versiyalar. Asosiyga keladigan bo'lsak, bunda ham mana bu narsalar alohida chiqilgan. Qani illustratorimiz illustratorga keladigan bo'lsak, mana bularni har bittasi alohida chiqilgan. Qani bu versiyamiz, bu versiya bu to'rtta rangdan mana asosiy versiyaga o'tadigan bo'lsak, ko'rsatlar bo'ladi. Mana bu joyda hech qanaqa nima yo'q. Bo'sh joy yo'q tepada ham. Ya'ni har bitta logotipimizni shunaqa saqlanib qilishimiz kerak. Ya'ni biz SVG yoki SP faylni veb-saytga qo'yadigan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Ya'ni siz to'liq full list bilan, ya'ni joyda shunchadan joy bo'lsa, bu xato. Ya'ni har bittasini shunaqa formatda saqlang qilinglar. SVG, SPlarni ham qoraga keladigan bo'lsak, bunda ham shunaqa. Ya'ni bu bizning asosiy versiyamiz. Va qaranglar, mana belgi tepada versiyasi bor. Bunga kiramiz. Bunda ham xuddi shunaqa mana. Hech qanaqa joy yo'q boshqacha. Ya'ni har bittasini alohida list ochib, alohidadan saqlanib chiqishlar kerak. Shu saqlanib qilayotgan jarayonda PNG ni ham boshqasiz bo'ladi. Ya'ni PNG versiyaga ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni bunga kiramiz. Va mana chekkasi yopishib turibdi. Bu saqlanib qilasiz unga va prosta bosib olasiz. PNG versiyaga ham. SVG ham xuddi shunaqa format. Belgini o'zini ko'ramiz mana. Asosiy versiya mana. Ko'rsalar bo'ladi. Va keyingisi JPEG bilan PDF versiya. Bu JPEG va asosiy ko'rish uchun versiya bo'lgani uchun bemalol background bilan saqlanib qilsak bo'ladi. Va bizda PDF bor. PDF da ham xuddi shunaqa pechat qilib ko'rish uchun shunaqa background bilan berilgan.
Tak. Va yana bir narsa RGB va SMIC degan narsani bilasizlar. Ya'ni pechat uchun va raqamli tarmoq uchun menda faqat raqamli tarmoq bo'lgani uchun shu versiyalardan foydalanganman. Ya'ni hammasi RGB bularni. Agar pechatga beradigan bo'lsa, pechatni ham alohida qilib chiqishlar kerak. Ya'ni xuddi shu narsalarni ham RGB ochasizlar papka. Ya'ni bunda kirganda papka ochamiz. Bu yerga RGB yoqamizda. Bularni hammasini tiqib chiqishimiz kerak. Ya'ni bular faqat RGB uchun. Va SMIC uchun bo'lsa, hammasini yana alohidadan qilib chiqasizlar bu narsalar. Ya'ni buni ichida ham xuddi shunaqa papka. Ikkinchisida ham SMIC ichida ham xuddi shunaqa papka bo'ladi. Faqat ikkalasini fayllar alohida, ranglari boshqacha bo'ladi. RGB ichida faqat raqamli tarmoq uchun va SMIC ichida faqat pechat uchun ranglar moslashgan bo'ladi. Ya'ni bu faqat biz ishlatgan raqamli tarmoq bo'lgani uchun RGB qilganman va bu yerga qo'llanmaga yozib qo'yganman. Ya'ni rangga mana. Pechatga berishdan avval ranglar SMICga o'tkazilishi majburiy. Xullas shunaqa. Keyingisi shrift. Ya'ni shriftimizni fayli bor. Pokemon Classic. Bu ranglar PDF formatda shunchaki nimadan olib berib qo'yganman. Ya'ni SMIC, RGB va HEX kodlari bor. Bu yana eslataman, SMICni olganda HPCdan foydalaninglar. Buni ko'rsataman mana qaranglar. Bunda SMIC 9869. RGBni ko'raylik mana. Faylimizga o'tamiz. Birinchisi bizda to'q rang. Buni ochamiz kodlarini. Mana RGB 47242. 47242. HEX kodi ham mana 044 6F2. 044 6F2. Lekin SMIC kodi 986905. Bunda SMIC 8571 00. Nega boshqacha? Ya'ni bu umuman o'xshamaydigan rang. Ya'ni bundagi rangni beradigan bo'lsak, umuman o'xshamaydi. Shuning uchun JPEGni ishlatib, mana bu rangni chiqarib olish kerak. Bu narsa esingizdan chiqmasin. Bizda PDF berilgan, mockuplar, ishlatgan mockuplarimizni tiqamiz hammasini. Guideline, bu shu guidelineimiz bor ichida. Shular asosiy. Tak, menimcha tushuntiradigan narsam qolmadi. Ya'ni meni ishlash tartibim xuddi shunaqa. Ya'ni bilmadim kimgadir yangilik bo'lgandir bu narsalar. Kimgadir o'zi kamchiliklar bo'lishi mumkin menda, ya'ni professional darajada bo'lishingiz mumkin siz. Shunga xafa bo'lmaysizlar umid qilaman. Ya'ni men shunaqa ishlayman. Ya'ni men pro darajadagi dizayner emasman. Juniorman. Taxminaman bu narsani, ya'ni o'rganadigan narsam juda ko'p. Va sizlar bilan faqat o'zimni bilimimni bo'lishga harakat qildim. Ya'ni bu yangi boshlovchilarga yordam bo'lish maqsadida. Hammaga xayr, salomat bo'linglar, foyda olinglar degan umiddaman va o'z fikrlarini kommentariyada yozib ketasizlar. Xullas, hammaga rahmat.